Assalomu alaykum yurtdoshlar. 6 kilogramlik artel kir mashinasini tuzataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, erinmasdan. Agar kim tuzatishni o'rganaman, o'zim tuzataman desa, ko'rsin. Obunachilarim ko'pchiligi o'zlari tuzatib o'rganishibdi. Yaxshi. Ustachilik ham qilayotganlar bor ekan. Menga ko'p telefonlar qiladi. Sizdan o'rgandim, rahmat deb telefon qiladi. Gapni ko'paytirib o'tirmayman, oxirigacha ko'rsangizlar tushunib olasizlar. Bunga qo'yamiz, motor qo'yamiz, sig'adigan tomonni motorini, reduktor qo'yamiz. Keyin mana bu quloqlarni, knopkalarni, burag'ichlarni qo'yib chiqamiz. Yangisini olib keldim. Suv chiqaradigan nasos ham qo'yamiz. Mana shularni ko'rsataman. Hozir mana mana sig'adigan tarafini ishlamaydi. Keyin mana sleeve ishlamaydi. Anchadan beri yotganda bu kir mashina chang bosib. Keyin mana yuvadigan taraf. Reduktori ketgan buning ham. Mana shunday. Bunga reduktor qo'yamiz. Mana shu joyini ham bir ko'rsatib o'ting. Ichi yaxshi. Mana sig'adigan tarafini motori zang bosib yotibdi. Obmotka zanglab chirib ketgan. Aylanmaydi, qotib qolgan. Keyin mana suv chiqaradigan nasos. Ana shuni qo'yamiz. Mana ishlatib ko'rsataman. Kimnikini ovozi shunday baland chiqsa, reduktor ketgan bo'ladi yoki mana bu disk aktivator ketgan bo'ladi. Shlitsalar yedirilib ketgan bo'ladi. Ana shuni almashtirasizlar. Ko'pchilik bilishmaydi. Mana disk aktivatorni qanday yechib olamiz deydi. Mana shu plastmassasini yechasiz, hozir ko'rasiz. Ana ahvol. Shu deb atsa bo'lmaydi bu. Boltini yechib olamiz. Figurniy bo'ladi, plus отверткali. Yechib olgandan keyin mana shu joyida mana teshiklari bor. Shu teshiklarga otvertkani tiqib turib olasiz. Yechib oldik. Ana ahvol. Bu mana 4 burchak yaxshi.
Reduktor buzilgan. Mana shunday qilib bilib olishingiz mumkin. Ko'rasiz, to'rtburchagiga yedirilib dumaloq shaklga kelib qolgan bo'lsa, dumaloq bo'lib qolsa, disk aktivator qo'yasiz. Mana shu diskni. Agar to'rtburchak o'z joyida turgan bo'lsa, reduktor buzilgan bo'ladi, taqirtab qoladi. Mana shuni almashtirasiz. Reduktor qo'yamiz. Mana bunday qilib bir motorni to'shaysizda, yotqizib yechasiz. Hamma boltlarni hozir ko'rsataman. Tepasini yechib turasiz. Tepasini. Keyin mana bu klapan deb aytiladi, ana shu klapan. Mana sig'adigan tarafdan, yuvadigan tarafning o'rtasida turadi klapan. Mana shu klapanni yechib turamiz. Yotqizamiz. Keyin mana bu shuruplarni bo'shatib olamiz. Menda telefonim bir qo'limda telefon bo'lgani uchun u joylarni uncha ko'rsata olmayman. Shuning uchun qanday yechiladi, yechganingizni ko'rsatmabsiz degan videolar bor. Mana shu shuruplarni bo'shatib chiqasiz. Qayerda shurup bo'lsa, shularda bo'shatib chiqasiz. Keyin mana bu nasos, nasosni ham bo'shatib turasiz. Hamma joyini salka qilib bo'shatib turasizlar. Remelni yozdirasiz. Mana bu remelni yozdirib turasiz. Mana undan keyin qo'yasiz. Mana bularni yozdirib turish kerak. Mishat bersa, qayerlari xalaqit berib tursa, shuni yechib turib, hozir buni bo'shatishni ham ko'rsataman. Mana shunday polugubsiy. Ana shu bilan yechsangiz ham bo'ladi. Agar shestigrannik ключ topolmasangiz, hozir menda yo'q ekan, mana shu bilan bo'shatsangiz ham bo'ladi. Mana shuni. Xo'sh. Mana yangi reduktor. Reduktor deb ataladi, reduktor. Keyin motor 3 ta sim bo'ladi. Zapchas simlar hammasi mana shunday siniy, krasniy, желтый bo'ladi. Keyin mana quloqlari, knopkalari, buragichlari. Uchta mana. Keyin mana nasos. Shu nasosini qo'yamiz. Mana reduktor. Mana o'ynab yotibdi. Yangisi unaqa o'ynamaydi. Mana motorlar zang bosib yotibdi. Tepasini pastga qaratib qo'yib, to'ntarib qo'yib, yechib olsangizlar bo'ladi, udobnoy bo'ladi. Bir nima tirab qo'yasizlar mana. O'zingizga oson bo'ladi. Mana 4 ta samarezi bo'ladi, shurubi. Mana shuni bo'shatasiz, yangisini qo'yasiz. Sonligi o'zida bor bo'ladi. Tunov kuni birov telefon qildi, shkivini qo'yamizmi dedi. Yo'q. Ana shu целый. Mana shuni olib tashlaysiz, yangini qo'yasiz. Reduktor qo'yish oson ekan-ku deysa, adashadi. Mana. Samarezlar zang bosib ketgan. Zo'rg'a yechib oldim. Mana. Rezva joyini tozalab, ustini tozalab, ustidan molotok bilan urib zo'rg'a yechib oldim. Oson emas. Ana shunday qilib qoladi buzilsa. Yana
ahvol sizlarga. Ana ahvol. Dahshat. Eksklyuziv. Ana shunday bo'lib yotsa axir. Mana shu joyini tozalab berasiz-da, yangisini qo'yasiz. Mana shunday qilib, yangisi germetik surib borsangiz zo'r bo'ladi. Qanday yechib olgan bo'lsangiz, yana shu joyiga qotirasiz mana. Bo'ldi. Mana zo'rg'a yechib oldim. Sentrifugani. Vtulkasi qotib qopti. Ana shunday vaziyatlarda buni qizdirib, olovga tutib yoki gaz ballon bilan puflatib, az ballonchiklar bor-ku, gaz beradigan. Ana shu bilan qizdirib olasiz buni. Mana shunday.